hammasidan qizig'i Ispaniyaga birinchi очередь kirib olish kerak. Xo'sh, legalmisiz, nelegalmisiz, Ispaniyaga qilish kerak. Ispaniyaga kirgandan keyin Ispaniyada yashamoqchi bo'lsangiz, sizga hech qanaqa viza hujjat kerak yo'q boshlanishiga. Qilayotgan ishlardan bu birinchisi NIE kodi olish kerak va propiska qilish kerak. NIE kodi bilan propiska juda muhim narsalar. Nelegal bo'lsangiz ham, viza сроgi 10 yil oldin tugab ketgan bo'lsa ham, pasportingiz действительно bo'lsa, 2 yil yashab Ispaniyada qonuniy 2 yil yashab propiska asosida siz Ispaniya davlatidan yashash uchun ruxsatnomani o'sha ID karta ko'rinishida olishingiz mumkin. Bu ID karta sizga Yevropada bemalol yurib va Yevropadan chiqib O'zbekistonga, например, kelib ketishga ham bo'ladi. 1 yillik faqat boshiga beradi. Faqat 2 yil propiskada turishingiz shart. Hozir shu narsani 6 oy qilishgan. 6 oy ham vaqtincha. 6 oydan keyin bu 1 oy o'z vaqtincha bo'ladi. 1 oy tugagandan keyin yana nima bo'ladi aniq emas. Hozircha 2 yil bu aniq. 2 yil propiskada turib xohlagan ishingizni qilsangiz bo'ladi.